Esinglarda bo'lsa, mana shu xonadonimizni reklama qilib 89 ming dollarga qo'ydik. Endi akamizni chaqirdi, Dilmurod degan, nimaga narxini tushiryapsiz? Srochniy ketadigan bo'lib qoldik biza. Tezroq sotish kerak. Ha, o'shanda aytdim, Makka, Madinada ishlaylar deb. Soat restoranda ishlaysiz, ishlasam. 3-etajda. O'sha yerda ishlar ekanlar. Xudo xolis borsanglar, o'zlari chiroyli kutib oladilar. Narxini necha pul qilib beramiz aka, obunachilar uchun. Mana bizda hech qanaqa yolg'on yo'q. O'zlari nomerlari bilan qo'yib beryapmiz. O'zlari bemalol gaplashib, baraka qilsanglar bo'ladi. Necha pul aka bo'ladi? Bermagan narximmi? Ha. 85 bermaganman. O'sha narxga o'zi berib yuboraman. 85 mingga qo'yib yuboramizmi? Qo'yib yuboramiz. 85 ming bo'lsa, aka Xudo xolisa, uyingizni inshaalloh mana shu ketgunicha ro'zagacha sotib beramiz inshaalloh. Xo'p, sizlarga polniy obzorini qilib beraman. Xo'p, ko'rishinglar mumkin bu yoz zal. Aytgancha aka, mana bu rostakasimi, kisvani? Rostakasimi, kisva. Voy, ko'rishinglar mumkin, mashalloh. Bizning uyimizda shunaqa narsalar osib qo'yish nasib qilsin. Xo'p, kirganimiz bu yoqda xo'l, ko'rayotganingizdagi. Xo'p, chap tomonimizda spalniyimiz bo'ladi bizani. Ko'rishinglar mumkin. Akkuratni. Ana bilasizlarmi, bir xilga uylardan hid keladi-yu. Bu uy kirganimizda bor, mazza qiladi, odam hid. Akkuratni turadi bu xonadonimiz. Bu yoq zali bo'ladi. Zalni orqa xo'liga o'tsa bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Orqa xo'li ham bir suti, общий 2,5 sutiga qurilgan ekan bu xonadon bor. Podvalga tushganimizda, podvalimizni ham bitta xona qilib qo'yishgan. Bolalarni tushirib yuborsanglar, ovozi ham eshitilmaydi. Xo'p, chiqqanimiz ham katta oyna kutib oladi bizani. Xo'p, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin bu yoqdan bitta kichkina kak xo'l, chap tomonimizda hammasi 4 ga 5, 5 ga 4 katta xonalar. Xo'p, bu yoqda yana bitta xonamiz bor, ko'rishingiz mumkin. Mashalloh, hamma xonalar katta aboylari akkuratni chiroyli bo'lib turibdi. Ani urinib turtilib ketgan joylari yo'q. Bu yoqda ham sanuzelimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Akkuratni chiroyli bo'lib turibdi. Bu yoqda yana bitta xonamiz, 6 ta xona plus oshxona plus podval plus xo'l bo'lyapti. Bu xonadonimiz lokasiz keladigan bo'lsa, Toshteposna 4-5 kilometr kirganimizda tutsor havasdan shunday o'tgan katta ko'chaning yuzida joylashgan xonadonimiz kimga qilasiz? Pastiga nomer telefon qilib tez baraka qilib olamiz, aka.